Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Yana bir mijozimizni buyurtmasi tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Bugun 6-dekabr, nasib bo'lsa Samarqand viloyati Payariq tumani Al-Buxoriyga xudo xolasa tayyorladik bu do'konimizni. Bu 4x3 razmerda 26 millionga sotdik, xudo xolasa. Mana bu yangi chiqadigan do'konlarning fasoni, xudo xolasa mana oqqa o'xshab chiqadi aylar. Mokri maloshniga o'xshab chiqadi. Nasib bo'lsa, ikki cheti nima yangiliklar chiqyapti, xudo xolasa kuzatishni davom etsanglar. Yangidan yangi do'konlar, zamonaviy do'konlar ishlab chiqaryapmiz, xudo xolasa. Bir qator ko'chma do'konlarimiz chiqyapti. Mana tayyorlari ham bor, xudo xolasa. Bu do'konimiz ichlari MDF, pol MDF, tepa plastik, oldilari mana antrazet, akfa. Xullas, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib respublika bo'yicha dastavka ustanov qilib beramiz. Mana bunda kamazlarga ortiladi. Manipulyator o'zi ortib, o'zi tushirib beradi. O borib o'rnatishdan hech qanday g'am yeyish shart emas. Hammasi o'zimizda, bo'ynimizda. Rahmat, sog' bo'ling, salom.